hisob qilishga erishildi. Tumanda hisobot davrida jami 42502 iste'molchilar mavjud bo'lib, shundan 10145 tasi tabiiy gaz bilan 32232 tasi suyultirilgan gaz bilan aholi xonadonlariga yetkazib berilmoqda. 125 ta ulgurji iste'molchilar ta'minlanib kelinadi. Tumandagi tabiiy gazni hisob qilish maqsadida 2024-yil ta'minotni 2 bosqichli tizimdan 2 bosqichga o'tish modernizatsiya qilish ishlari olib borilmoqda. Tumanda 2024-yil davomida tabiiy gaz ta'minoti yaxshilash maqsadida quyidagi ishlar amalga oshirildi. 2 dona gaz maromlash punktini mukammal ta'mirlash, 30 ta gaz maromlash punktini ta'mirlash, 28.9 km gaz quvurni nazoratdan o'tkazib, texnik xizmat ko'rsatildi. Farovon mahalla fuqarolar yig'in